cehennemni Cenab-ı Allah Tebareke ve Teala 3 xil odam bilan qizitildi. 3 xil odam bilan qizitildi. Aşının birincisi qasid esa saqtipaz ilm ola. Dünyada Allah Teala ilim berse, şu ilimning ruhi bo'yicha yaşamay, aşı Allah bergan ilim, ma'rifatning ruhi bo'yicha atrofidagi kishilarning e'tiqodini ruslamay, axloqini ruslamay, ibodatini ruslamay, Allah'ın şeriatı, peygamberinin ko'rsatgan yo'li bo'yicha insonlarni yetaklamay, aşularning cemiyetdagi kishilarning haqni ko'radigan ko'zi bo'lib bermay, haqni anglaydigan qo'li bo'lib bermay, haqni so'zlaydigan og'zi bo'lib bermay, cemiyetdagi kishilarni tashayotgan har bir ulamalar, har bir aşı qara xonimlar, her bir dünyadaki men alim deb yaşayotgan her bir şahıslar kıyamet günü Xudoning oldiga borgan chaqda boshqalar pochqi bilan minib dovzaqqa kelsa, aşı ulama, aşı qari yuzi bilan aşı so'rilib dovzaqqa kiradiganligini. Mana buni Sahihul Buxoriy, Sahihul Muslim va boshqa sahih hadislarda naql qilgan. Kıyamet günü Allah Tebarek ve Teala bu ulamadan, bu qaridan, mushuningdan Allah Teala hesap elib, şu ilmistin, şu qarilikning hüddisidan chiqmagan her bir şahısla Allah Tebarek ve Teala yüzü bilen so'rab dovzaqqa tashlaydiganligi. İkinchidan saqtipaz iqtisodning o'zini ashundoq har qanday yo'ldan iqtisod tepib, har qanday yo'llarga tasarruf qilayotgan. Allah iqtisodning o'zini mushundoq sen haloldan top, halol yo'llarga tasarruf qil, sen mening rizoligimni izla davatsa, mana Allah Tebarek ve Teala ve Tekaddes haram kılgan, çekligen yollardan tapavet yıkan, inin uzuna Allah çekligen yolları tasarruf kılgan, ya ki Allah Teala buyurgan yolları haydigen bozumu, aşık haydigen de Allah'ın razılıkını maksat kılmagan, müşündak baylarını Allah Teala davzakı selip, başkalar paçkı bile mansa av yüzü bile sörülüdü. Yeni birisi saktipez mücahitla, atılmış mı da mücahitla, Allah rızalıkı yok mu Allah? Mana bularni Allah Tebarek ve Teala yüzü bilen so'rab dovzaqqa tashlaydiganligini. Mushu 3 inson bilan cehennemni qizitib o'tib, inin keynidan am boshqalarni Allah Tebarek ve Teala dovzaqqa sotganligini Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayon qildi. Ashu 3 xil inson Allah yüklegan vazifani joyida ijro qilmagan, o'zining mas'uliyatini tunamagan, mas'uliyat tuyg'usi yo'q olim, mas'uliyat tuyg'usi yo'q qari, mas'uliyat tuyg'usi yo'q bay, mesuliyet duygusu yok mücahitler. Mana bularning hammasi Allah Tebarek ve Teala yüzü bilen so'rab dovzaqqa tashlaydidir. Shuning uchun mana shuylarning holi shunda tursa, qolganlarning holini bo'lmoqchi, qolganlarning ahvolimizni bo'lmoqchi. Qiyomat kuni Xudoning oldiga borgan chaqda qutulib olamiz deb o'ylashga bo'lmaydi. Allah Teala summa la tusalunna yawma izin anin naim. Sizlar Allohning oldiga borganda her bir ne'matlardan sual qilinsa dedi. Mana shuning uchun har birimiz o'zimizning mas'uliyatini tunish kerak. Ulamalar, qara xonimlar, xatiblar, imomlar, mana mavlar Allah Teala yüklegan mas'uliyatni tunish kerak. Bu ilim ma'rifatning omonati favqulodda cho'ng omonat. Allah Tebarek ve Teala ve Tekaddes'nin oldida bu cho'qim surish qilinadigan omonat.